Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Mushu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Aziz qarindoshlar, sizlarga ma'lum bo'lganidek, o'tgan yil 9-oyda Amerika Avam palatasi tarafidan 3 ga qarshi 406 ovozning qo'llashidek mutlaq ustunlik bilan ma'qullangan Uyg'ur majburiy emgikini cheklash qonun loyihasi bu yil 27 yanvar kuni senator Marco Rubio va Jeff Merkley tarafidan Amerika Kengash palatasida tanishtirilgan edi. Undaqda bu qonun loyihasining asosliq mazmuni va ahamiyati nima? Bu loyihaning rasmiy qonunga aylanishi uchun yana qanday bosqichlardan o'tishi kerak? Bu vaqtda sizlarni tafsiliy ma'lumotga ega qilish uchun bugungi suhbatimizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi, Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori hurmatli Umar Qanat apandimni alohida taklif qildik. Hurmatli Umar Qanat apandim, programmamizga xush keldingiz. Xush bulduk. Rahmat. Hurmatli Umar Qanat apandim, egallishimizcha o'tgan yili Uyg'ur majburiy emgikini cheklash haqida Amerika Davlat Majlisiga ayrim holda ishga qonun loyihasi sunilgan edi. Bu ishga qonun loyihasining farqi nima? Bu qitim Kengash palatasida tanishtirilgan qonun loyihasi qaysi loyiha? Uning asosliq mazmunlari nima? Oldi bilan mushu haqida ekran oldi ko'rmanlarga bir ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Ko'p rahmat. Sizmi degandek, o'tgan yili Amerika Davlat Majlisiga Uyg'ur majburiy emgikini cheklash haqida ikki qonun loyihasi sunilgan. Buning birinchisi Uyg'ur majburiy emgikini cheklash qonun loyihasi ya Uyghur Forced Labor Prevention Act deydi buni. Bu 2020 mart ayida senator Marco Rubio ve Avam palatasi a'zosi ve Amerika Davlat Majlisi Kishilik huquq komitetining raisi James McGovern efendim tarafından birlikte sunulgan. Bu ikincisi bo'lsa Uyg'ur majburiy emgikini oshkorlash qonun loyihasi. Bu qonun loyihasi o'sha Virginia shtatininki Avam palatasidagi a'zosi Jennifer Waxton xonim tarafından sunulgandi. Buniki nimasi Uyg'ur majburiy emgikini cheklash qonun loyihasi hammamizdan xabar bo'lgandek 2020 yili 9-ayning 22-kuni Amerika Davlat Majlisi Avam palatasida bu ma'qullandi. Bu munayet güçlük bir ovoz bilan ma'qullandi. 3 ga qarshi 406 ovoz bilan ma'qullandi bu qonun loyihasi. Bu qonun loyihasininki asosliq maqsadi hamda o'sha Uyg'ur majburiy emgikini cheklash qonun loyihasininki asosliq maqsadi vatanimiz Sharq Turkistondan bir qator o'sha mahsulotlarninki Uyg'ur majburiy emgiki bilan bulg'angan mahsulotlarninki importini cheklash va Xitoy hukumatining Uyg'urlarga va boshqa Turkiya xalqlariga, qozoqlarga, qirg'izlarga o'xshash Turkiya xalqlariga qarta ilib berayotgan o'sha bostirish siyosatida mas'uliyati bo'lgan, roli bo'lgan Xitoy rahbarlarini jazolash bu qonun o'shani maqsad qiladi. Ya'ni Sharq Turkistondan chiqqan va Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan bütün mahsulotlarninki Amerika kirishiga ruxsat berishdan burun, ya'ni bu qonun musulmonlarning Amerika kirishiga ruxsat berishdan burun Amerika tamojna va chegara qo'g'dash idorasining mazkur mahsulotlarninki Uyg'ur majburiy emgiki bilan chetishligi bo'lib bo'lmaganligini avval aniqlab, uningdan keyin Amerika kirishiga ruxsat berishini talab qildi. Uning sirtida yana Amerika prezidentining her 3 ayda bir Amerika Davlat Majlisiga bilib turib Sharq Turkistondagi Uyg'ur, qozoq va qirg'iz qatorliq musulmon va Turkiya xalqlarining qul ishchi qilib ishlatishiga ko'z yumgan va buningdan foydalangan shirkatlarning va shaxslarning tizimlikini Amerika Davlat Majlisiga bildirishini, yana Amerika prezidentidan Uyg'ur majburiy emgikiga chetishlik bo'lgan shirkat ve şahslarının Amerika bankalarındaki pullarını, mal mülklerini to'nglatishini ve bularga viza berishini, cheklashini talab qildi. Buningdan sirt yana Uyg'urlarni tutish, o'sha jazo lagerlarininki qurilishida, jazo lagerlarininki boshqurilishida rol o'ynagan davlat organlari ve shaxslarga jazo yurgizishni ko'zda tutadi bu qonun. İkinci kanun bayan deb o'tganimizdek Uyg'ur majburiy emgikini oshkorlash qonun loyihasi bu Uyghur Forced Labor
Disclosure Act deydi bu kanunu. Bu kanun layihəsi 2020 yılı 30 sentyabr günü, yani o Uyğur məcburi əmgəkini çəkləş kanununun Dövlət Məclisi Avam Palatasının ötüşüdən bir həftə keyinla bu kanun layihəsi Dövlət Məclisi Avam Palatasının ötdü və ya da maqullandı. Bu kanun layihəsinin ki asaslı məqsədi Amerika şirkətlərinin özləri savdo münasibətlərində bolubatqan, yəni təminat zincirlərinin məcburi əmgək, Uyğur məcburi əmgək məsələsi bilə çetişlik var yoxluğunu iniqlaş üçün məzkur şirkətlər və orqanların kelib çıxışını, bu quruluşunu gözdən keçiriş, yəni bunların ki məcburi əmgək bilə çetişlik varmı yoxmu, bunları bu şirkətlərin ki fəaliyyətlərini gözdən keçirib, bunların ki mallarını qayerdən eləyətqanlığı, bunun ki Uyğur məcburi əmgək bilə çetişlik var yoxluğunu gözdən keçirib, bunu təkşirib, iniqlab, bunu aşkarılışını tələb qıldı. Yəni qaysı şirkətlər bilə bunlar münasibət qılıbatıdır, bunların təminat zincirlərini bilədən ibarət, bunların bu məcburi əmgək bilə çetişliği varmı yoxmu, muşularını iniqlab, təkşirib, ondakin aşkarılışını tələb qıldı. Yani bir mühim nima, bu Amerika pay çeki bazarda nurg'un Xitoy şirketlerinin ki hassaları var, bir yerde setilayotgan pay çeki bazarda. Şununla bu pay çeki bazarını boshqaradigan komitetning u yerdagi shu Amerika pay çeki bazarida savdo muomalalarida bo'layotgan ash shirkatlarninki hammasininki bu Uyg'ur majburiy emgak bilan chetishligiga bor yo'qligini tekshirib aniqlab, uni oshkorlashini talab qiladi. Bu nihoyat muhim. Rahmat, hörmətli Ömər Qanat əfəndim, yuqorida Amerika Kengash palataları tonuşturulğan Uyğur məcburi əmgəkiga əlaqədar qanun layihələrinin təfsilatı haqqında biraz məlumat verib ötən boldunuz. Əmdi sizgəmi məlum, ötən il Amerika Dövlət Məclisiga sunulğan Uyğur kişilik hüquq qanun layihəsi ikkiti. Keyin bu ikki layihə birləşdirilib avazga qoyuldu və axırda ma'qullanıb rəsmi bir qanunga aylanğan idi. Sizce Uyghur mecburi əmgəkini çəkləş haqqında sunulğan bu iki qanun layihəsini birləşdiriş ehtimali barmı? Siz bunun qanday qaraysiz? Şu bir-biriga o'xshab ketib bordi hozir bu ikki qonun loyihasininki Amerika Dövlət Məclisinin ötüş jarayoni. Sizmi degandek aslida bu Uyg'ur kishilik qonun loyihasi aslida 2018 yılı oktyabr ayında bu tonuşturulgan bu qonun senator Marco Rubio, Chris Smith tarafından tonuşturulgandı. Lekin o vaqtida az qolganligi uchun Kongressninki tugash nimasi qonuniy vaqti shuningga 2019 yili qaytadan tonuşturuldi. Bu qaytadan tonuşturulgan chaqda hem Kengash palatasida hem Avam palatasida tonuşturuldi. Avam palatasida biz bu qonunninki o'tish uchun harakat qilayotgan bir mezgilda yana Kongressda Brad Sherman deydi, bu demokrat o'zi, andakin Ted Yoho bu cumhuriyetçi, bu iki Avam Palatası azası tarafından Uyghur kanunu degan, yani bu bir nimenin qisqartılması, onunki mundaq qisqa chiqib etib bersem sizga, bu qonunninki nimasi Uyghur meselesiga xalqaro jamoatning birlikda insoniy jihatdan bunga javob berish qonun loyihasi deganga o'xshash bir ma'no chiqadi onunki qisqartishdan. Uyghur qonun loyihasi, bu qonun loyihasi tonuşturuldu. Bu kongrede şu çağda Amerika Dövlət Məclisində biraz qaymoqishlar meydana keldi. Çünkü bu qaysi birisiga biz ovoz berimiz, qaysini qo'llaymiz degan masalada bo'lg'ashqa, u chaqda biz biraz nim bo'ldi, hatta bu hatta chiqmasin bo'pti ekan, ma qonun o'tuvasi bo'ladi debdi. Çünkü bizning maqsadimiz, hamda u chaqdagi maqsadimiz bu 2019 yılı ishida har qanday qilib Amerika Dövlət Məclisindən bir qonunni o'tkazishdi, Uyg'urlar haqida bir qonun o'tkazish. Shuningga biz chiqqan yangi nima bo'lgan chaqda biraz bearam bo'ldik, ammo ikkilisini qo'llash majburiyatida turdik. Qo'llamasak bo'lmaydi, ikkilisini qo'lladik. Ammo bu uningki hamda Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi Kengash palatasida bu yerdan o'tdi. O'tgan bilan Avam palatasida bu Avam palatası reisi Nancy Pelosi xonimninki fikri Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasininki Kengash palatasının o'tgan variantini emas, shu nimada Brad Sherman va Ted Yoho efendimden tarafidan tonuşturulgan Uyg'ur qonun loyihasini asos qilmaymiz deb shunda dedi. Hamda Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi u chaqda kongrede nait jiq kongresmenlarninki
nimasiga qo'llashiga erishgan bir vaqtda. Endi u chog'da dedik biz bu yangi nima qandoq bo'la, endi bu qalaymi qanchalik chiqib, buni endiki yana kengash palatasiga avatib u vaqtda bu vaqt o'tib ketishi mumkin deb biz asosan shu Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini maqsad qilgan holda shuni tashviq qilib, hatto berib shu Brett Sherman apandim bilan so'zlashsak u apandim naite qattiq tudi uningda mening qonun loyiham, men sungan qonun loyihasi eng yaxshi qonun loyihasi, chunki bu qonun loyihasi jazolashni, tadbir ilishni maqsad qiladi. U Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi faqatla doklad berishni, doklad tayyorlashni u vaziyat haqida uni nazarda tutadi. Shuningga sizlar meninkini menga ma'qul deyishinglar kerak deb. Ammo biz kengash palatasiga borsak, kengash palatasidagilar bu chapsalli o'tab ketadi. Mana shu variantni kengash palatasida qabul qilingan variantni avam palatasi qabul qilsa, shu shaklda qabul qilsa bu nayt osonlik bilan o'tadi. O'sha 2019-yil ichida bu o'tib ketadi deb oz qoldi buningga debdi. Shundan keyin bizga bergan nima dedi, hatto bizga kengash palatasidagi senatorlarning ishxonalaridagilar bizga shuni tavsiya qildi. Sizlar berib shu nim bilan ko'rishinglar. Avam palatasi raisi Nancy Pelosi xonimning ishxonasi bilan ko'rishinglar yo o'zi bilan ko'rishib, biz Uyg'urlar shu Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasiniki o'tishini biz xohlaydik, shuni talab qildik deb desanglar bo'ladi debdi. Dedi, yak borsak u ishxonadagilar Nancy Pelosi xonimning yordamchilari bizga dediki, yo'q dedi, bu qonun Uyg'ur qonun loyihasini asos qilamiz biz deb shu Uyg'ur qonun loyihasini asos qildi. Uningdan keyin u yerda nayt kuchlik bir nim bilan o'tdi. O'tgandiki bu yana tekrar nimaga evatildi-da? Kengash palatasiga. Chunki unda o'zgarish kirgizgandiki Kengash palatasiga evatildi. Kengash palatasida yaxshi u qonun shu shaklda qabul bo'lib, ikki taraf orasida bir kelishim bo'ldi bu yerda. Gerçi u Uyg'ur qonun loyihasi asos qilingan bo'lsa-mu, Marco Rubio apandim tarafidan boshda tonishtirilgan Uyg'ur qonun loyihasi ismi u yerda shuni qabul qildi. Shunda ikki taraf arasida shu bir kelishim bo'lib qabul bo'lgan. Endi ma qonun loyihasimi shunga o'xshab ketib bordi hozir. O'tgan yili 22-sentyabr kuni nayt kuchlik bir ovoz bilan Avam palatasida qabul bo'ldi. Lekin bu kengash palatasiga evatilgandiki, hozir kengash palatasida buningga ba'zi o'zgarishlar kirgizildi hamdi. Bu o'zgarishlar yomon cho'ng o'zgarishlar emas, uningki talaffuzida hamda uningki shu qonun loyihasiningki yangi vaziyatga, yangi o'zgarishlarga moslashish nimasida ba'zi o'zgarishlar kirgizildi. Bu o'zgarishlar kirgizilgandiki endi bu kengash palatasida bu qabul bo'lsa-mu, endi avam palatasiga evatilgandan keyin avam palatasida yana bu qaytadan iliqi nima qabul bo'linishi kerak endi. Shu o'xshash bir jarayon mengavatadi. Rahmat, hurmatli Umarqan apandim. Yuqorida Amerikada o'tirib qo'yilgan qonun loyihasi to'g'risida kelgan bosqichlarning tafsilotlari haqida to'xtalib bergan bo'ldingiz. Endi yuqorqi bu qonun loyihalarining rasmiy qonunga aylanishi uchun yana qanday bosqichlardan o'tishi kerak? Bu Uyg'ur majburiy emgakni cheklash qonun loyihasi o'tgan yili 22-sentyabr kuni Avam palatasining nayt kuchlik ovoz bilan o'tdi. O'tgan bilan hozir kengash palatasida bu ko'rishilmay, hozir bu kengash palatasi bu yana bir yilga kirib ketdik-da, yangi bir yilga kirdik. Shuningga Kongressninki 2020 yillik qonuniy faoliyat davri oxirlashdi. Shu 20 yilninki oxiri bilan-da. Shuningga hamda 2021 kirdik. 2021 ga kirgandan keyin o qonun loyihasi qaytadan tonishtirilishi kerakdi. Shuningga bu daqiqatin qonun loyihasi hamda bu Amerika Davlat Meclisi Kengash palatasida qaytadan tonishtirildi. Tonishtirilgan bilan bu qonun loyihasida boshi nima shakldagi emas hamda Avam palatasida qabul qilingan shaklda emas. Buningda ba'zi o'zgarishlar bo'ldi. Bu o'zgarishlar yani cho'ng bir o'zgarish yo'q, lekin bu o'zgarishlar ba'zi talaffuzlarda, ba'zi gaplarda, uningdekinza shu qonundagi ba'zi moddalarningki yangi vaziyatga, yangi taraqqiyotga moslashtirish uchun ba'zi nimalar kirgizildi. Masalan, deydiki qirg'inchilik masalasi. U chog'da bu qirg'inchilik deb
rasmiy bekitilmagan. Shuningga endi yangi hukumat Mike Pompeo'ninki oxirgi kunida Trump hukumatiningki bu qirg'inchilik deb bekitishi, Xitoy hukumatiningki Uyg'urlarga qaratgan siyosatini ham qirg'inchilik ham insonlik qarshi jinoyat deb bekitishi albatta yangi qonun loyihasiga Kengash palatasida qaytadan o'tirib qo'yilgan qonun loyihasida. Shunga bu nimishga o'tirib qo'yildi deb xalqimiz balki buni nima qilib qolishi mumkin. Chunki u kongressninki 2020 yillik kongressninki qonuniy faoliyat davri oxirlashganligi uchun endi shu qonun loyihasi qaytadan o'tirib qo'yilishi kerak. Ammo qaytadan o'tirib qo'yilgan chog'da bu yerda ba'zi o'zgarishlar, kichikgina o'zgarish bo'lsa-mu, bu endi oyada qaytadan ko'rilishi kerak. Bu nimaga evatilib Avam palatasida qayta ko'rilishi kerak. Rahmat, hurmatli Umarxon apandim. Agar bu qonun loyihasi rasmiy qonunga aylangan taqdirda Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgak tuzumini to'xtatishiga qanday bir ta'sir bo'ladi? Albatta buningki cho'ng ta'sir bo'ldi. Hatto buni deyalaymiz, bu qonun loyihasi hozir texi muzokaralarda buningki Kengash palatasidan, Avam palatasidan o'tib prezident tarafidan imzolangandan keyin ma'qullanishi kerak. Ammo bu qonun loyihasi deyilgan, talab qilingan ishlar allaqachon hozir bo'lyapti-da. Prezident Trump hukumati masalan shu bu yerda deganimdek shu ba'zi nimalarninki bizningki Sharq Turkistondan manbasi Sharq Turkiston bo'lgan, Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan, Sharq Turkistondan chiqqan, lekin shu majburiy emgak bilan chetishliqi bo'lgan har qanday molninki Amerikaga kirishini cheklaydigan qonun endi. Bu allaqachon cheklanib bo'ldi-da hozir endi. Bu shu qonun loyihasida deyilgan nurg'un gaplar, talab qilingan nurg'un ishlar amalga ish bo'ldi. Masalan, bosh qonun loyihasida nima deydi? Amerika prezidentidan talab qildigan nima? Talab bo'lgan talab shu Uyg'urlarningki va boshqa Turkiya xalqlarininki bostirishida mas'uliyati bo'lgan Xitoy rahbarlarini jazolash, ularga viza cheklama qo'yish, shu masalalar bor. Bular allaqachon ya'ni tatbiq bo'linayotgan bir siyosat hozir Amerikada. İkincisi hem de bu şirketlerini cezalaş, şirketlerge ceza yürgüzüş meselesi var. Bunun da bu elbette Xitay'ınki iktisadıga nait çok tesir gösterdi. Çünkü şu nime zaten Xitay bu iktisadi cihetten bir nimek uçurmay, biraz bir ziyan tatmay akığı çekinmesligi mümkün. Xitay'ın en yani bir akığı çekinişki mecbur kıldığın nime iktisadi cihetten Xitayga zarbi berish. Bu qonunninki Xitoyga iqtisodiy jihatdan zarbi berish to'g'risida nayta cho'ng roli bo'ladi. Chunki bu masalan hozir nurg'un shu qo'yilgan jazolarning biri masalan Bing Tuan'ga masalan jazo qo'yildi. Qora tizimlikqa ilindi Bing Tuan. Bing Tuan'ninki hozir dunyoda 800 ming shirkat bilan aloqasi bor. Yani bununki bütün şu hemmisi bu ta'sir qildi shunga. Bing Tuan'ninki sirt bilan bo'lgan tijoratiga, chet davlatlar bilan bo'lgan tijoratiga. Chunki Bing Tuan'dan har qanday mal hozir chiqqan malning hammasi shu Uyg'ur nima bostirishiga, Uyg'urlarga ilib berayotgan qirg'inchilikqa, undan shu majburiy emgakka ketishlik deb qaralyapti. Shuningga bu şirketlerini, Xitoyning şirketlerini ig'ir bir ahvolga tushirdi. Bu qonun, şu qonun. Ama deganimdek bu qonun tek qabul bo'lmagan bo'lsa-mu, Amerika Davlat Majlisiga chiqmagan bo'lsa-mu, bu qonunda deyilgan nurg'un masalalar hozir nurg'un talablar, shartlar ijro qilinyapti. Trump hukumati hozirgacha masalan Trump hukumati 4 Xitoy rahbarini hamda jazoladi. Şu mas'uliyati bo'lganligi Xinjiang'ning ichida. Onun dikinza 68 Xitoy shirkatiga organni qora tizimlikka oldi. Bu nayte cho'ng bir nurg'un Xitoyniki iqtisodiy jihatdan Xitoyga nurg'un ziyonlarni olib keladigan bir tadbir, nayte jasur bir tadbir.
Uningdan keyin Amerikaningki tamojna va chegara boshqarish idorasi nurg'un mallarninki Xitoydan kelgan mallarning bo'libmi Sharqi Turkistondan manbasi Sharqi Turkiston bo'lgan mallarninki Amerikaga kirishini bo'libmi majburiy emgakka chetishliqi bor mallarninki Amerikaga kirishini chekladi. Buning uchun cho'ng tadbir oldi. Hatto butun paxta mahsuloti, masalan, paxta va paxsu mahsulotining kirishini butunlay chekladi hamda Amerikaga. O'ziniki shuningga buningki iqtisodiy jihatdagi ta'siri kuchli bo'ladi va Xitoyga bo'lgan nima iqtisodiy jihatdan ilib kelgan zarbisi cho'ng bo'ladi. Rahmat, hurmatlik Umar Qanat afandim. Uyg'ur majburiy emgakidan napilayotgan olmish shirkatiga o'xshash ba'zi cho'ng shirkatlarning o'tgan yili mazkur qonun loyihasining ma'qullanishini to'sish uchun Amerika Avom palatasida lobbichilik qilganligi oshkorlangan edi. Amerikada faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarining bu masalaga qarata inkosi qanday bo'ldi? Albatta, Xitoy hukumatining bu tashviqi bilan va shu manfaat guruhlarininki nimasi bilan tashabbusi bilan shu bir necha degan shirkatlar shu qonun loyihasininki kongressdan o'tmasligi uchun cho'ng lobbichilikka faoliyati boshlatdi. Cho'ng shirkatlar bu cho'ng pullar bilan bu nimani boshlatdi, harakatni boshlatdi. Lekin Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlari albatta buningga qarshi nurg'unlagan faoliyatlarni ilib beryotdi. Ya'ni birsi bu shirkatlarninki u lobbichilik faoliyatlarininki anchalar bir cho'ng ta'sirini qo'zg'amaganligi, u yerda ular kutgan nimani qo'lga keltirolmaganligi shu qonun loyihasininki Amerika Kengash palatasida o'ttirib qo'yishi bilan qaytadan buningki ta'sirininki anchalar bo'lmaganligini ko'rsatdi. Ya'ni Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlarga bo'lgan hisdoshlikninki kuchli ekanligi va Amerika bir necha kunning ichida deganimizdek bu qonun loyihasi tonishtirilibla Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonun loyihasi Kengash palatasida tonishtirilibla, ya'ni 29-30 senatda bunga qo'l qo'ydi, buni qo'lladi. Bu bir necha kundan keyin balki texmi ko'p bo'lishi mumkin. Shunchalik mashg'ul, ya'ni aldirash bo'lganligiga qaramay Amerika Kengash palatasining, chunki Amerika Kengash palatasining eng aldirash vaqti bu. Chunki yangi hukumat keldi emasmi? Yangi hukumatninki butun mas'ullarininki, ministrlarininki hammasiniki o Kengash palatasida guvohlikdan o'tib, uningki ularninki tasdiqlanishi kerak. U yerga vazifasi ma'qullanishi kerak. Buning uchun ya'ni mushtabda Amerika Kengash palatasi aldirash shu shartlar ostidami Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonun loyihasi qaytadan tonishtirildi. Demakki, bularninki ilk faoliyatlari, ilib borgan lobbichilik faoliyatlarininki anchalar u yerda ta'sir ko'rsatmaganliginiki bir ifodasi. Rahmat, hurmatlik Umar Qanat afandim. Yuqorida bergan qimmatli ma'lumotlaringiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Hamda oxirida yuqoridagi qo'shim chiqib qo'ygan so'zlaringiz bo'lsa olsam, bo'lmasa shu bilan programmamizni oxirlashtirgan bo'lsak. Bayam dediniz bu Uyg'ur tashkilotlari deb, hamda Uyg'ur tashkilotlarining kim bu yerda roli cho'ng bo'lyapti. Undan keyin bu yerda bizningki ham boshqa musulmon tashkilotlar bor. Shularning roli cho'ng, Yahudi tashkilotlari va ularmi shu majburiy. Undan keyin shu Amerikadagi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining hammasi degidek shu Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonun loyihasininki Amerika Davlat Majlisining o'tishi uchun biz bilan hamkorlashyapti. Ular nihoyat kuch chiqaryapti. Buning uchun ularning hammasiga rahmat aytishimiz kerak. Biz endi shunga bir haydakchilik qilyapmiz endi. Bundacha aytgan chog'da moslashtirib faoliyatlarni bo'libmi bizningki mayada Dünya Uyghur Qurultayı va Amerika Uyg'ur jamiyati va Amerika kishilik huquq qurilishi va Uyg'ur harakati va mush tashkilotlarning hammasi birlikda bu qonun loyihasininki o'tishi, shu lobbichiliklar qarshi faoliyatlarni ilib beryapmiz, ilib bordik hamda beryapmiz. Bu inshaalloh biz shu kuzatishimizcha inshaalloh bu qonun loyihasimi pat yaqinda balki
Amerika Devlet Meclisi Kengash palatasını ötüp, Avam palatasında bu qabul bo'lib, undan keyin bir qonunga aylanadiganligiga ishonaman. Rahmat, hurmatli Umarxon efendim. Hürmetli televizor köyücüler, yuqorida Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi Uyghur ovozi suhbat programmasida diqqatingizga sunduk. Keyin qitimliq programmamizda ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.